Hammaga uch birlikdagi Xudodan inoyat va tinchlik yor bo'lsin. Bugun biz ilk jamoatning buyuk himoyachisi bo'lgan Afanasiy Iskandariyning muqaddas uch birlik haqidagi ta'limotini qisqacha ko'rib chiqamiz. Afanasiy uchun uch birlik haqidagi ta'limot oddiygina bir mavzu emas edi. U buni masihiylikning eng asosiy, eng qadimiy va eng muhim ta'limoti, e'tiqodi deb bilgandi. Uning ta'kidlashicha, butun jahon jamoatining iymoni aynan shu haqiqatga qurilgan. Afanasiy shunday deydi: Rabbimiz Iso Masih o'z jamoatini uch birlik ustiga qurgan. Chunki u shogirdlariga shunday amr bergandi. Matto 28-bob 19-oyat. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Shuning uchun jamoatning poydevori uch birlikdir. Kim bu haqiqatdan voz kechsa, u jamoatning haqiqiy a'zosi bo'lmay qoladi va masihiy nomini saqlab qola olmaydi. Afanasiy uch birlik haqidagi ta'limot insonlar tomonidan o'ylab topilmagan yoki to'qilmagan deydi. Xudo uch birlikda degan ta'limot Xudoning o'zidan kelgan va bu ta'limot haqiqiy masihiy va faqat masihiylikka xos bo'lgan ta'limotdir. Ya'ni masihiylikdan tashqari boshqa hech qaysi dinda Xudo haqida bunday tushuncha yo'q. Eski ahdga asoslangan yahudiylarda bu ta'limot yashirin holda, yaxshi rivojlanmagan holda mavjud. Lekin zamonaviy yahudiylar ko'p shaxslik Xudo g'oyasini inkor qilishadi. Bu haqiqat muqaddas bitiklarida ochib berilgan. Ba'zi joylarda aniq so'zlar bilan yozilgan, masalan, Matto 28-bob 19-oyat, 1-Korinfliklarga 12-bob 4-dan 6-oyatgacha, 2-Korinfliklarga 13-bob 13-oyat. Boshqa joylarda esa ramzlar va timsollar orqali uch birlik ta'limoti ochib berilgan. Bu timsollar Ota, O'g'il va Muqaddas Ruhning ajralmas birligiga ishora qilsa-da, ammo to'liqligicha Xudoning tabiatiga misol bo'la olmaydi. Chunki tabiatda yaratilgan mavjudotlar orasida Xudodek bo'lgan hech narsa va hech kim yo'q. Shuning uchun qandaydir misol ishlatsak ham, u faqat Xudoning qandaydir sifatini yoki tabiatining bir kichkina tomonini yoritib berishi mumkin xolos. Hozir esa yuqorida keltirilgan 3 ta joyni iqtibos qilib, ular haqida qisqacha gaplashamiz. Birinchi misol, Matto 28-bob 19-oyat. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Bu oyatda Xudo Ota, Xudo O'g'il va Xudo Muqaddas Ruh nomma-nom aytilgan. Lekin undan keyin birlikda kelgan nomi bilan iborasi yozilgan. Ya'ni Xudo bitta, shuning uchun nomi so'zi ko'plikda emas, birlikda yozilgan. Biroq bu bitta Xudo uchta shaxsda mavjud ekanini ko'rsak bo'ladi. Har qanday dinda turli diniy marosimlar o'sha dindagi ilohning nomi bilan olib boriladi. Bu yerda esa suvga cho'mdirish deb ataladigan diniy marosimni Ota va O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan qilish kerak deb yozilgan. Ya'ni shu bilan Ota ham, O'g'il ham, Muqaddas Ruh ham Xudo ekanligi ta'kidlanyapti. Aks holda bu yerda Rabbimiz Iso haqiqiy Xudoga sherik qilib o'zini va Muqaddas Ruhni xudiki qo'shib qo'ygandek bo'lardi. Albatta bu bema'ni fikr, chunki biz ishonadigan Xudo uchta shaxslarning bir Xudoda uyushmasidir. Azalda bor bo'lgan uch birlikdagi Xudoning ikkinchi shaxsi bo'lmish O'g'il insoniy tarixining bir paytida yerga insoniy tanada kelib, insoniy tanani o'zining tabiatiga qo'shib olgandi. Lekin shu shaxs Xudo bo'lishdan to'xtab qolmadi. Faqat ilohiy tabiati insoniy tanada yashirin edi. Shuning uchun uchta shaxs nomi bilan odamlarni iymonga keltirish va ularni suvda cho'mdirish faqat bizning dinga xos amaldir. Keyingi misolga o'tamiz. 1-Korinfliklarga 12-bob 4-dan 6-oyatgacha. Ruh beradigan inomlar har xildir, ammo ruh birdir. Xizmat qilish yo'llari har xildir. Rabbimiz Iso esa birdir. To'g'ri, xizmatlar har xildir, lekin har bir insonga bu xizmatlarni bajarish qobiliyatini berayotgan Xudo birdir. Bu oyatlarda avval ruh, keyin Rabbimiz Iso va oxirida Xudo deyilgan, ya'ni Xudo Ota qayd etilgan. Yangi ahdda Xudo deyilgan deyarli barcha oyatlarda Xudo Ota nazarda tutiladi. Kontekst bo'yicha jamoatda masihiylarga ruhiy inomlar berilishi haqida gap ketyapti. Demak, bu jarayonda nafaqat ruhning o'zi, balki O'g'il va Ota ham ishtirok etishini shu oyatlardan ko'rsak bo'ladi. Bu yerda Xudoning birligi, ko'plikdagi shaxslar birlikda ishlashi va amal qilishi ko'rsatilyapti. Shuning uchun oyatda Xudoning bir shaxs haqida gap ketsa, boshqa ikkita shaxs ham shunga taalluqli deb tushunishimiz kerak.
ikkita shaxs qayd etilib boshqa bir shaxs qayd etilmasa, o'sha shaxs inkor etildi degan gap kelib chiqmaydi. Shunga e'tibor bering. Har bir shaxsning o'z sifatlari va qilgan ayrim ishlari turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, inson tanasida faqat Xudo o'g'il bu yerga kelgandi. Lekin bu jarayonda ota ham, muqaddas ruh ham ishtirok etishgan. Keyingi misolga o'tamiz. 2-Korinfliklarga 13-bob 13-oyat. Rabbimiz Iso Masihning inoyati, Xudoning mehr-muhabbati va muqaddas ruhning hamrohligi hammangizga yor bo'lsin. Ko'pgina jamoat yig'ilishlarining oxirida aytiladigan shu duoda ham uch birlikdagi Xudoni ko'rsak bo'ladi. Yuqoridagi suvda cho'mdirish marosimi faqat Xudoning nomi bilan qilingani kabi, bu kabi duolar ham, ya'ni Xudoning qandaydir yordami boshqalarga yor bo'lishini tilashda ham faqat Xudoga qaratib aytiladi. Shunchaki oddiy odamni Xudoga qo'shib, ikkalasidan inoyat, sevgi va hamrohligi yor bo'lsin deyish mutlaqo noto'g'ri bo'lar edi. Lekin biz uch birlikdagi Xudoga ishonamiz. Shuning uchun Ota, O'g'il va Ruhdan inoyat, sevgi va hamrohlikni boshqalarga yor bo'lsin deb tilashimiz, duo qilishimiz haqiqatga mos kelgan duo bo'ladi. Afanasiy yana shunday o'rgatadi: uch birlik muqaddas va mukammaldir. U Ota va O'g'il va muqaddas Ruhda bilinadi. Uch birlikka tashqaridan qo'shilgan hech narsa yo'q. Unda yaratuvchi va yaratilgan mavjudot aralashmagan. Uning tabiati yagona va bo'linmasdir. Shunga qaramay, Ota, O'g'il va muqaddas Ruh bir-biridan shaxs sifatida farqlanadi. Afanasiyga ko'ra, uch birlikning faoliyati yoki ish olib borishi ham birdir. Ota hamma narsani kalom orqali va muqaddas ruhda yaratadi. Shunday qilib uch birlikning birligi saqlanadi va yagona Xudoga bo'lgan iymon e'lon qilinadi. Afanasiy umumjahon masihiy iymonini yoki aqidasini quyidagicha bayon etadi. Biz uch birlikdagi bir Xudoga va birlikdagi uchta shaxsga sajda qilib e'zozlaymiz. U tabiati bo'yicha bir Xudo, shaxslar bo'yicha esa uchta, ya'ni Ota, O'g'il va muqaddas Ruhdir. Ota ilohiyatning manbai va boshlanishidir. U boshqa shaxslardan kelib chiqmagan. O'g'il Otadan tug'ilgan, u yaratilmagan va bunyod qilinmagan. U barcha asrlardan oldin tug'ilgan. Muqaddas Ruh esa Otadan chiqadi. U ham yaratilmagan, bunyod qilinmagan va tug'ilmagan. Shu yerda videoni tugataman. Eslatma: sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Savolingiz yoki izohingiz bo'lsa, yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'ling, videoni boshqalar bilan bo'lishing. Endi esa sizga uch birlikdagi Xudodan inoyat va tinchlik yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.